Assalomu alaykum aka-uka gaplar ishqibozlari, xonadon uyda balla hamma yaxshi. Allohimga hamd sanolar shukrlar olsun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar bo'lsin. Mana endi Andijondan kelgan kaptallarni olamiz. Bismillah. Andijondan keldi. Hozir 10 minutdan keyin aka shunaqa pochta keldi. Andijondan jo'natib yuborishdi ishni. Rahmat qo'yamiz kasbkoriga, umriga, rizqiga Alloh baraka bersin. Nima niyat qilishgansa Alloh taolo niyatlariga yetsin. Bizdan qaytmasa xudodan qilsin. Allohu akbar. Akalar mana hozir oldim. Shu kaptalarni bitta ko'rsataman Xudo xolasa. Ammo men ularni juplab qo'ydim akalar. Erkinboyga tayyorladim. Aka boboda nima qilganmiz, juplaganmiz deyishadi. Xo'p bo'ladi. Mana Erkinboyga ko'rsatib qo'yaman. Hozir bittasi yechilib ham ketibdi qanaqdir. Naro baylab qo'yaman. Modasini ham uydan olib chiqib berishdi bularni. Ular uydan olib chiqib berishdi. Aka ballarni vochib tushira olmayapman. Yomon chiqdi deyshadi. Xo'p bo'ladi, uka bering dedim. Shu bozorda ko'rsatib, shunga juplayman, xalqqa ko'rsataman, juplab qo'yib turdim. Ana aka jup tushdi Xudo xolasa, ana. To'g'ri juplab qo'ydi mana. Ana qarab turinglar, vaqillaydi jup tushgan bilinadi. Ana. Akalar mana shu vaqillagani nari sayraydi. Xotini pason qiladi. Endi dijini qilib, endi bo'ldi ba'ga xotin uyga yot. Bunaqa cho'paylar toshib, orqalaridan cho'qib tuxumga haydaydi. Atadiki xotin yot endi senga ba'ga Xudo xolasa inshaalloh balalab ko'payishamiz deydi. Shuni tuxumni qo'ygandan keyin sekin ba'ga ko'payishib ketaveradi. Endi ba'ga mabodo ishqibozlar bo'lsa, tayyor par. Lekin bo'yidan oldidan o'tamiz. Yo'q deysa, berib yuboramiz. Pallab qo'yavergan ekan deyshadi. Mana tayyor qilib par qilib qo'ydim. Xudo xolasa mana endi Andijondan kelgan kaptallar ko'rsataman. Mana endi bular ham turaversin. Yo bo'lsam adashib qolmaydi. Andijonda kaptallar bilan ana bular sotiraman. 1 minutga. Mana 1 minutga sottiribman. Mana endi Andijondan kelganlarni Xudo xolasa qo'limdan kelgancha ko'rsataman. Xo'p. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Oh, joningdan mashalloh. Chinni qo'shdikmi bu? Chinni qo'shdik ekan. Oh. Ona o'yinchi aka bexijolat bu deyishdi, ammo birontasini ko'rganim yo'q. Men uni ko'rdim deyolmayman, Andijondan keldi aytib qo'ying. Bir. Bu modasi nari ham buniki modasi. Mana shu modasi bo'lsa kerak. Ye, tuxum bor ekan akalar. Oladigan odam bo'lsa korobkaga solib beraman, tayyor tuxumi bilan oldi kim olsa ham. Ikkovi jup ekan. Ikkita. Oh, gurri. Oh, mashalloh, buni qarang. Zavatlilar ekan, o'zi qapasda ham, shu korobkada ham shu guldiryapti ekan. Yaltiraqligini qarang, men aytlar, yaltirashini. Tushdi. Omon ekan, uni turishini qarang. Kimgadir modasaga bo'lsa beramiz. Shuni tumshug'iga tuproq tushadi. Tushdi. Oh, nima ekan bu? Gurrisoch. Ancha turishi yoshroq ekani bilib bo'lmadi ona. Moda chiqsa. Ha, modaga o'xshatyapman, chota sayrayman deyapti-da, qani hozir ko'ramiz-da. Mana bir-biri bilan kelganligi shu urushmayapti ham, talashmayapti ham. Ancha moda ekan. To'rtta. Oh! Qizil hakka deydimi buni yo malla hakka deydimi? Qizil hakka bo'lsa kerak menimcha. Moda ekan shekilli menimcha. 5 ta. Hop. Moda bo'lsa kerak menimcha turishidan. 5 ta. Hop, mashalloh, juvonachani qarang chiroyligini. Voy, mana bu juvonalarni olib haydasalaring bo'laveradi mana. 6 ta. Andijondan keldi bular. Degan hafta bor ekan. Hoppa! Ana chinni nasab chiqib ekanmi bilmayman. Ana akalar
7 ta kaptar keldi Andijondan. Agar mabodo aka mana shu kaptarlar ichidan bizga bunisi yo'qdi deganlarga o'yinini ham, uchug'ini ham ko'rganim yo'q. O'ynaydi uchadi aka deb berishdi, men birontasini ko'rmadim. Korobkaga shuni solaman. Rahmat shopirlarga qaysi shaharga bo'lsa inshaalloh qo'ldan kelgancha chiqarib beryapmiz. Rahmat shunchalik shopirlar olib borib beryapti. Shuni bizdan olsalaring biz xursand bo'lamiz. Shu kaptarlar olindi. Chunki hollar oldi bizdan deb xursand bo'lamiz. O'tgan safar Andijondan 5 ta hakka keldi. Ikkitasi Oltiariqqa, ikkitasi Samarqandga chiqib ketdimikin? Yo, nimaga chiqib ketdimikin? Qashqadaryogami? Alloh alam o'sha yerlarga chiqib ketdi. Mana yana 7 ta keldi, xudo xolasa, inshaalloh bironta bizga yoqib qoldi shu kaptarlardan desa chiqaramiz. Xo'p, Toshkentga Andijondan pochtalar keldi. Endi dorilarimiz ko'rsatamiz. Xalq xizmat qilyapti, shunchalik nima kamchilik bo'lsa, xudosi qo'ldan kelsa harakat qilib, aytdimmi, Jahonboy debda Malibu sotamiz, yana olamiz. Videolar bo'ylab rahmat deb like to'saringlar.